kuzatuvchilari va Akrim kompaniyasining brend hamkorlari. Biz korobkalarimizni ochishda davom etamiz. Ya'ni 18-katalogimizni so'nggi kunlarda olgan zakazlarimiz va jumboq to'plamlarimiz. Bu bizni Krim va Nigina ismli yangi konsultantimizning birinchi shart zakazlari, ya'ni birinchi marta zakaz urishi, ya'ni biz rekrut qilganmiz korotka olish uchun va aynan ana shu rekrutimiz ichida mana shu Niginaxon ismli yangi konsultantimizni ham a'zo qilganmiz. Va bu konsultantimizning zakazida nimalar borligini sizlar bilan hozir bo'lishamiz. Bu yerda hozir birinchi atirlardan boshlayman, chunki osonroq bo'ladi. Eclat Blank ayollar tualet atiri, yangi atir va juda ham xushbo'y. 200.900 so'mdan katalogimizda kelgan va 21 ball bizga bonus ball beradi. Bundan tashqari bizda Valari atirimizni Sharkvi dezodorantda aynan Valari atirimizni iforini beruvchi qo'ltiqlarimiz uchun, qo'ltiqlarimizni tellamasligi, hidlanmasligi uchun maxsus atir iforini beruvchi Sharkvi dezodorantlarimiz 25.000 so'mdan onlayn takliflarda, kataloglarimiz esa 28.000 so'mdan va biz onlayn takliflardan 25.000 so'mdan oldik va har biri bizga 3 balldan beradi. Shunda bizga 25.000 ga 3 ball bo'ladigan bo'lsa, 1 ballimiz 8.000 so'm atrofida to'g'ri keladi va bu bizga juda ham arzon tushgan bo'ladi. Chunki masalan sovunlarimiz 11.000, 13.000 bo'lsa 1 ball beradi, qimmat tushadi. Yoki boshqa mahsulotlarimiz ham 10.000, 9.000, 11.000, 13.000 gacha to'g'ri kelyapti ballari. Lekin aynan Sharkvi dezodorantlarimiz ham juda ham hamyonbop 25.000 so'mdan ham balli ham bizga arzon tushadi. Ya'ni biz 50 ball qilganimizda 50 ballga qiladigan to'lovimiz ozroq bo'ladi. Ballimiz arzon tushgani evaziga. Va biz Valari atirini iforini beruvchi qo'ltiqlar uchun dezodorantimizdan 4 ta urganmiz. 4 tasi 12 ball bo'ladi. 21 ballga 12 ball, 33 ball. Bu yerda esa 15.000 so'mga 2 ball beruvchi Vanderland olma iforini beruvchi juda ham xushbo'y bo'lgan sovunlarimiz va bu sovunlarimizda qo'l kremlari ham bor edi, lekin skladi tugab urilmay qoldi. Lekin biz sovunlardan bo'lsa ham urib qoldik, chunki o'tgan kataloglarda qo'l kremlardan urgan edik va ko'pchilik nabir holatda juda ham chiroyli holatda sovg'abob bo'lib sotishga ham oson bo'ladi, ham xullas balla ham bizga 15.000 so'mga 2 ball, ya'ni 7.5 mingdan juda ham arzon tushadi. Shu sababli biz bu sovunimizdan 4 ta zakaz berganmiz. Juda ham xushbo'y sovun, shaxsan o'zimga juda ham hidi yoqadi. Bu yerda mana 33 ballga 8 ballni qo'shamiz. Shunda 21, 12, 33, 35, 37, 39, 41 ball bo'ldi. Biz shak sovg'amiz, ya'ni birinchi qadam sovg'asini olish uchun 50 ballik zakaz urishimiz kerak. Agar 49 ball zakaz ursak ham bizga shak sovg'amiz kelmaydi. Bu yerda 41 ballik zakaz bo'ldi va biz 9 ballga zakaz urdik. Kompaniya aytganki, 50 ballga zakaz ursangiz, siz jumboq to'plamini olish imkoniyatiga egasiz. Lekin biz 41 ballik zakaz urib, jumboq to'plamini olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Buni sirini keyinroq ochaman. Va biz jumboq to'plamimizda nimalar bor ko'rib chiqamiz. Optifresh seriyasidan tish pastasi, tishlarimizni oqartiruvchi Optifresh tish pastasi. Wow, shampun. Love Nature seriyasidan quruq sochlar uchun juda ham zo'r. Wow, juda ham xushbo'y. Shaxsan o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Kokos iforini beruvchi mahsulotlarni. O'zimni shampunim bor, lekin bolajonlarning shampuni tugab qolgan edi. Va albatta bu shampuni bolajonlarim uchun ishlataman va bolajonlarim bir-biridan shirin bo'lib kokos ifori kelib yurishadi. Va albatta jumboq to'plamimizning ikkinchi mahsuloti shampun Love Nature seriyasidan. Bu shampunimiz hozirgi vaqtda 40.000 so'mdan yuqori, 48.000, 50.000 so'mgacha summada chiqyapti. Lekin odatda juda arzon chiqqan paytda 28.000, 25.000 so'm keladi. Zunday pastamiz ham xuddi shunday. Biz hozir 90.000 so'mga jumboq to'plamining ichida olgan mahsulotimiz ikkinchisi aynan Love Nature kokos iforini beruvchi shampuni. Gel dushasi bo'lganda arzonroq bo'ladi, lekin shampuni qimmatroq bo'ladi. Wow, juda ham zo'r. Bizda yana jumboq to'plamimiz ichida BB tonali krema. BB tonali kremimizni
himoyasi SPF ya'ni 10. Ya'ni yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. BB degani odatda ma'nosi BB degan so'zni ma'nosi aslida nima? Endi bu so'zni inglizcha variantini aytib o'tirmayman, chunki og'zaki ayta olmayman, o'qishim mumkin, lekin ayta olmayman. Shu sababli BB aynan tanali kremlarda yoki boshqa kremlarda BB belgisini ma'nosi ham tanal krem, ham yuzimizni parvarishlovchi, hot qiluvchi, ham yuzimizni parvarishlaydi, hamda yuzimizdagi ayblarimizni yopishimizga, ya'ni dog'larimiz yoki bo'lmasam poralarimiz, yuzimizdagi notekisliklarni yopib berishga yordam beruvchi ikkita funksiyadagi mahsulot bitta idishga joylanganda aynan BB deb nomlanar ekan. Va biz bu tanal kremni necha kodligini olibmiz. Bu yerda hozir qayerda kodi bilmayapman. Anchadan beri tanal krem sotmagan edim. Tanal krem sotyapman. Asosan Jardani Gold va Zevan seriyasining idishliklarini sotyapman. Rangini ko'rib qo'yganimiz yaxshi. Rangi o'rtacha rangdagi, bunaqa to'kan emas, lekin BB kremlarimiz odatda to'ngroq rangda bo'ladi va BB kremimiz bu juda ham zo'r. BB kremimiz 45 ming so'm atrofida turadi. Shampunimiz xuddi shunday atrofda va zubni pastamiz hozirgi vaqtda qimmat chiqyapti. Va bizni jumboq to'plamimiz 4-mahsuloti Essential seriyasidan juda ham chiroyli korobkada va juda ham chiroyli ko'rinishda xushbo'y bo'lgan sovunimiz va yana jumboq to'plamimiz 5-mahsuloti kompaniya Ariflame qilgan mahsulot aynan mana shu bo'ladi. Buni hali juda ko'pchilik bilmaydi. Tender Care yumshatuvchi balzami va bu bizning jumbog'imizda 5-mahsulotimiz. Va bizda mana endi 50 ballik zakaz bo'ldi va biz 50 ballik zakazimizga kompaniyaning startoviy programmasi, ya'ni qadamlar sovg'asini olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu yerda Zeval seriyasidan 5 ta funksiya bajaruvchi, 5 ta vazifa bajaruvchi kipriklarimiz bilan tushimiz, ya'ni qayiradi, o'stiradi, parvarishlaydi, ob'yom beradi va shunga o'xshash vazifalar bajaradi. Va bu yerda xuddi birinchi shagimizda mana shunday balzamga o'xshagan pushti atirgul iforini beruvchi mana bunday chiroyli Tender Care seriyasining yumshatuvchi vositasi. Bu vosita kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham yaxshi foyda beradi va bu mahsulotni juda ham endi odatda kompaniya qo'llarimiz mana bunday joylari, tirsaklarimiz, lablarimiz yorilishini oldini olishga, shunga o'xshash holatlarda ishlatishga deb bergan, lekin bu mahsulotimizni bir kun alohida video qilishim kerak, chunki bu mahsulotimiz juda ham zo'r vazifalarni bajaradi va kerak bo'lsa kasal odamlarga ham, kerak bo'lsa tovon yorilganlarga ham davo bo'lgan. Bu o'z isbotini topgan. Bu konsultantimiz Krimova Nigina. Aynan yangi konsultantlarimizni ko'piga katalog tushmagan ekan. Bilmadim. O'zi katalog keragi ham yo'q, chunki katalogimiz juda ham ko'payib ketdi. Foydasi yo'q, bekordan uyimizda turgani qoladi, lekin klientlarga ham tarqatamiz, lekin ko'p ham xush ko'rmayman katalog ko'tarib yurishni. Va bu bizning 55 ballik zakazimiz. Ko'rib turganinglardek jumboq 55 ballni ichida. Va jumboq to'plamimizga juda ham yaxshi mahsulotlar kelgan, juda ham xursandman. Va albatta yana bizda 1 2 3 4 5 6 7 ta yana jumboq to'plamimiz va 55 ballik zakazlarimiz bor. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar va albatta 55 ballning ichida jumboq to'plamini olganimizning sirini xohlagan paytimda ochishim mumkin. Shu sababli videolarni o'tkazib yubormanglar. Videoni ko'rib turganlar like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar.